Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Shodlik MFida joylashgan Jabaq yorqin xonadon daromadini oshirish bo'yicha ushbu xonadonga tashrif buyurdik. Mana hozirgi kunda xonadonda bir qator loyiha paketlari mavjud. Mana qo'ylar bu tarafda. Mana bu yoqda hashaklari. Nariyoqda molxonasi, mollari dalada ekan. Hozirgi kunda nariroqda mana tovuqlari bor, katagida. Tovuqlari mavjud. Hozirgi kunda ushbu xonadonga kredit ajratilgan. Ajratilgan kreditdan mana bemalol maqsadli foydalanib xonadon daromadini 70 milliongacha oshirishni reja qilib maqsad qilgan. Mana ushbu xonadon. Bu yoqdagi tovuqlarni ham ko'rsatsam. Mana bu yerda 10dan oshiq tovuq bor. Mana tovuqlar ham bor. Mana Jabaq yorqin xonadoni. Loyiha paket bo'yicha kelib o'rganildi.